Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamibechkamiz. Kraskalangan metan firmasidan zavodskoy full variantini Namangan viloyati yangi G'ulonga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Yoqib sinadi yana tortishlari. Kraskalangan full 1.5lik 3.5 ga 5 xonalarni ikkitasini bemalol isitaveradi. Ochib qo'ysangiz ham tutamaydi umuman. Kraskalar kuyyapti. Oldi ko'rinishi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hamyog'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Uy egasi sement qum, shiperdan chiqadigan bo'lsa, bitta azimstirib olib qo'yishadi. Qo'yganini olib borib, chiroyli qilib, ustalovka qilib yoqib beramiz. Oldi ko'rinishi, orqasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bir 5likda ikkita duxovka bo'ladi. Orqasida bitta, oldida bitta. Tozalaydigan joylari. Orqasini duxovkasini ham full variantida naqasi bo'ladi. Mana reshotkasi, eshigi lazerda kesilgan. Umuman chok yo'q. Kraskalangan full variant. Orqa ko'rinishi. Videoga like bosib, pechka qurdiradigan tanishlarga sekin jo'natib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.